odam nima uchun doimiy ravishda energiyasi past yuradi? Nima uchun tez tushkunlikka tushadi? Nima uchun bir qilmoqchi bo'lgan ishini oxirigacha yetkaza olmaydi? Nima uchun bir boshlaydi, bir ishga qiziqib, motiv bilan boshlaydi, lekin ertaga indinga so'nib qoladi? Sabablaridan birisi noshukirlik. Agar inson tez xafa bo'lib, tez energiyasi past bo'lyaptimi, tushib ketyaptimi, ya'ni kayfiyatsiz yuryaptimi, demak uni ichida juda ko'p noshukrlik va nonko'rlik bor. Nonko'rlik degani, ya'ni Alloh bergan bizga minglab, millionlab ne'matlarni bilmasdan o'tyapti. Shunaqa o'tib ketayotganlar millionta. Demak biz har kuni ertalab men maslahat beraman. Har kuni ertalab oynaga qarab, bitta ko'zimizga bergan Allohim bergan bizni mana shu qulog'imiz bormi, qo'limiz bormi, shunga bir e'tibor berib, ey Alloh, o'zingga